Sport oyunlarına kelganlarni Veteranlar Sovet reisi İlgiz Nizamov salamlab, kelganlarni rahmatin jitkirdi, yarışlarda jingüler tiledi. Ülkeler dekadasının her şarası aldan uylab planlaştırıldı, dey rayon pensionerlar Sovet reisi Rüstem Şaripov. Bundan kışta bizning ulkan yoshdagi kishilarimiz regular ravishda sport bilan shug'ullanadi. Bunda Müslim rayoni bo'yicha tugul, respublika bo'yicha o'tgan yarışlarda Şollu regional yarışlar o'tkazilganda ularda qatnashamiz. Hem bizning ulkan yoshdagi kishilarimiz onda prizli o'rinlarni oladi. Pensiya fondi yetakchisi Farida Ganiyeva yarışda qatnashuvchilarga rahmatin bildirib, kelajakda da shulay yosh, aktiv bo'lib qolirga undadi. В очередной раз наши пенсионеры, спортсмены собрались в этом уникальном спортивном комплексе «Яшлек» помериться своими силами. Это дает возможность им оставаться в строю, потянуть свое здоровье и быть всегда в хорошем настроении. Biz indi bugün keldik Yaşlık sport kompleksine sport yarışlarında özümüzün güçümüzü sınarda. Bugün indi men bek şat bu yarışta qatnaşuwuma bek köngülli beyrem. Rahmet kelgen barlık ülken yaşdagi veteranlarga bek köngülli oyunlar. Sportni o'z etuvchilar shaxmat, shashka, stol tennisi, darts, yugurish bo'yicha yarışlarda qatnashdilar. Jenguvchilarga sport kompleksining maqtov qog'ozlari, kuboklar, medallar topshirildi. Noila Salahova, Dinar Nurtinov, Muslim televideniyesi.